Hammaga salom. Bu mani birinchi YouTube videoyim. Anchadan beri bu videoni qilishga qaror qilgandim, lekin afsuski vaqt topolmayotgandim. Bizi bo'layotgandim, lekin to'g'risini aytsam, masalan, ko'pchilikni orzusi Instagramga video qo'yish bo'lsa, mani orzuyim toshda YouTube'ga video qo'yish edi. Va o'yladim, mayli, nechtadir odam ko'rmasa ham, mayli, eng muhimi o'zim uchun mana shu videoni qo'yay. То, что qilganman, o'xshadimi, o'xshamadimi, это не важно. Важно то, что man bu ishni qildim, dedim. Короче, hozir mana shu videoni olyapman. Hozir pastga tushib, короче, bugun holiday day, ya'ni yakshanba. Yakshanba kuni kecha o'zim tanishtiray. Avval nima deyapman? Aytayman, ko'p без ssenariy tayyorlanib, без ssenariyda. Kecha o'zbek tilimga e'tibor bermanglar, o'zbek tilim ozroq anaqa aksentda gapiraman. Bir tarafdan yana o'zbek tilida ko'proq gapiraman, chunki men hozir Xitoydaman. Xitoyda men every day speaking only Chinese language, you know. Tak, birinchi o'zimni tanishtirsam. Hammaga salom, meni ismim Shalola. Hozirda Uxan universitetining 3-kurs talabasiman. Bugun Uxanda bizda havo juda ham issiq. Уже O'zbekistondan Uxanga kelganimga 7 kun bo'ldi. Уже sekin havoga o'rganyapman. Birdaniga keldim. Bitta narsani yomon ko'raman. Ko'pchilik menimcha chet elga chiqqanlar buni bilsa kerak, что birdaniga O'zbekistonga borasiz. O'zbekistonga o'rganganingizdan keyin birdaniga yana boshqa davlatga ketishingizga to'g'ri keladi, o'qishga yoki ishlashga. His qilasiz, что u yerga ham o'rganishingiz kerakligini, o'rganishingiz uchun unga ham vaqt kerak. Shuning uchun bu safar ertaroq keldim. Kecha registratsiya qilganman va kecha registratsiya qildim. Ertaga уже o'qishim boshlanadi. To'g'risini aytaymi, bir tarafdan xursandman, bir tarafdan esa yo'q. Chunki уже bosimlar, yana давление boshlanadi. Yana uyqusiz tunlar boshlanadi. Shuning uchun O'zbekistonga borib, maza qilib uxlab, endi bor kuchim bilan yana o'qiymiz. Hozir bunga qarayapman. Hozirgina make-up qildim. Oynada вообще boshqacha ko'ryapman. Kamerada boshqacha ko'ryapman. Reально, kamerada какой-то ужасный ko'ryapman-da. Oynada красотка ko'ryapman. Reально. Не важно. Важно то, что men bu videoni qilyapman. Tak, bugun yakshanba bo'lgani uchun, oxirgi kunim bo'lgani uchun maza qilib uxlab oldim. Soat 11 da turdim. 11dami? 11:30dami? 11:30da bo'lsa kerak. 11:30da turdim. Keyin biroz yoga bilan shug'ullandim. Aytgancha, qizlar, как opangiz yoki singlingiz yoki bir dugonangiz sifatida от души tavsiya qilaman, yogani qilinglar. Chunki bu sizni anaqa как kayfiyatingizga ta'sir qiladi va ertangi kuningizda yanada ajoyib o'tkazib olasiz-da. Tanangiz ham zo'r o'zini чувствовать qiladi. Я реально советую вам. Короче, hozir pastga tushib ovqatlanmoqchiman. Menimcha chet elda o'qiyotganlarni ko'pchilikni miyasida то, что bunaqa kelsa kerak. Bugun nima ovqatlansam ekan, nima yesam ekan degan narsa tuyg'u bo'lsa kerak. To'g'ri topdimmi? To'g'ri topgan bo'lsam like bosib qo'yinglar. Chunki meni ekzamen yoki homework qiynamaydi. Uni qilsa bo'ladi, amallasa bo'ladi. Lekin bugun nima yeyishim meni juda qiynaydi, bilasizlarmi? Juda qiynaydi. Oh my god. Okay. Nima yeyishni bilmayapman. Hali ham miyamga kelmayapti, no nicho. Shu, men kecha O'zbekistonda bitta juda chiroyli anaqa qildirgandim. Tirnoq qildirgandim va afsuski Xitoyga kelganimda tirnog'im sinib ketdi. Sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana qaranglar. Mana shunday chiroyli tirnoqlarim mana o'zi sinib ketdi. Nima qilamiz? Mana o'zi ham endi sinyapti. Mana o'zi meni singani alam qilyapti-da. Muhim barmoqlarimni tiryapti. Xo'p. Boshida qanaqa video olishni realman bilmadim va shunaqa videolar qilishga qaror qildim. Ya'ni hozir aytishlaringiz mumkin, "Voy, biroz g'alati gapiryapsiz, yo unaqa qilyapsiz" degandek. To'g'risini aytsam, ko'pchilik YouTube yoki Instagramda video olayotgan insonlar albatta tayyorlanib olishadi. Bu meni birinchi tayyorlanmagan videoyim bo'ldi.
chunki boya aytganimdek vaqt topolmasdim. Lekin shuni qilishga qaror qildim, chunki vaqt shunaqa tez o'tib ketyapti. Men buni, ya'ni YouTube kanalim 1-kursda bo'ladi deb o'zimga va'da bergandim va hozir ko'rib turibsizki, 3-kursman va 2 yildan keyin bitiraman va o'zimga savol berdim. Yana qachon? Bugun bo'lmasa qachon dedim va bugun shu videoni olishga qaror qildim. Mayli videoyimda 2000 dan 3000 dan подписчик bo'lmasa, mayli 3-4 dona ham bo'lmasa ham ko'rayotgan inson bo'lsa, men juda ham xursandman. Like bosib qo'ysalaringiz, yanada ilhomlanib, yana o'zimni qo'lga olib, video qilishga harakat qilaman. Bu menimcha meni birinchi videoyim. Umid qilamanki, meni qo'llab-quvvatlaysizlar. Aytgancha boshida o'zim ismimni aytdimmi, yo'qmi? Aytgancha ismim Shalola, Sirdaryo viloyatidanman. Viloyatlikman. Viloyatlikman. Toshkentliklar unga qaramanglar. Tak, emasam hozir men o'ylab topdim nima ovqatlanishimni va men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Aytgancha hozir kiyinib olay. Kiyinib bo'lgach, get ready me go to is my qorin ochdi time. Qorin ochdi time. Men bilan birga ko'rsataman. Ko'rsatganim yaxshiroq. Keyin sizlarga yana bir narsani ko'rsatmoqchiman. Ana qaranglar. Короче, kecha 3 ta shunaqa narsa oldim. Ya'ni bu sumka uchun bezak. Mana bu yerda narsa yozilgan, то что hayotingda yaxshi narsalar sodir bo'lsin deb buni menga dugonam berdi. Buni olib juda ham xursand bo'ldim. Keyin kecha ichimlik olishga borgandim va ularda shunaqa aksiya bo'lgandi. Ya'ni bizning narsamizni rasmga tushirib Xiaohongshuga qo'ying dedi. Xiaohongshu bu Xitoylarning bir kichkina Instagrami, kichkina emas, juda katta Instagram desa ham bo'ladi. O'sha yerga qo'yuvdi. Menga mana shunaqa как apelsincha berdi. Ichida apelsinlar bor. Apelsinlarning orqasida yaxshi niyatlar bor. Har kuni endi ertalab tongda bittadan olib, o'qib, kayfiyatimni ko'tarib chiqyapman. Mana qaranglar. Как milo. Yana bitta bor. Mana sumkamga qo'ydim. Qaranglar. Реально kawaii-ya. Ya'ni juda milashka-da. Menga так nравится. Men qizlarning sumkasi odatda kichkina-ku, meni sumkam mana qaranglar. Katta. Men o'zimdan ham katta. Mana shunaqa katta sumka tutdim. Qaranglar, katta sumka. Nичего страшного. Menga mana shu yoqdi. Реально kawaii. Так milo. O'zbekistonda tutib yursam, menga g'alati qarashardi. Menga всё равно edi. Menga реально всё равно. Но реально в Китае каждой девушке есть такой. Это так мило и красиво. Милашка. Hozir Labubu modada. Labubuni anaqa qilib yurishibdi. Okay. Men boya nima deyotgandim? Tayyorlanamiz deyotgandim. Men nimani ko'rsatyapman? 我们找到了胡子爷爷。你喜欢哪一个？你选呗。你推荐一下吗？我不知道，我又不是泰国人。胡子爷爷。你随便选呗。看一看吗？都是好看的，哪个喜欢色的？我喜欢巧克力，但是我觉得大部分就是巧克力的味道吧。好好喝，喜欢。这个还行，还可以。它没有那种苦的味道，感觉好甜的，喜欢。好上。然后我姐说没事，你不能回去，我立刻马上就那个。然后你看我还得毕业。对啊，你敢？对。看一下这边有什么过来的。喜欢这种风格。哦，好可爱。我喜欢就是这个。走。懂吧？这好帅。对。
好帅！我觉得这个红色的喜画好好看，我的菜。好看！哇哦，这个好帅！我操，这个宝宝也可爱。